Futbolchilar va UFC jangchilarining maoshi qanchalik farqlanadi? Kelinglar bu qiziq statistikaga bir ko'z tashlaymiz. Avvalambor obuna tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Chunki bu yerda endi nafaqat futbol, balkimda janglar haqida ham yangiliklar chiqib turadi. Kelinglar uzoqqa bormasdan yaqinda bo'lib o'tgan UFC 322 dagi asosiy jangchilarni cheklarini ko'rib chiqamiz. Endi esa sobiq chempion Jack Della Maddalena jangni o'ziga chiqqaniga 750 ming dollar oldi. Bundan tashqari sotilgan translyatsiyalar uchun 1 million 200 ming dollar. Va hozirda UFC'dagi asosiy yulduz Islam Makhachev esa jangga chiqqaniga 8 ming dollar va sotilgan translyatsiyalar uchun 2,5 million dollar oldi. Futbol bilan farqi shundaki, biz yoqtirgan o'yinimizda o'yinchi jarohat oladigan bo'lsa ham uni oyligi tushadi. Ammo bu yerda kimdirni urmaganingizcha sizga hech kim pul bermaydi. Conor Makgregor va Habib o'sha mashhur jangida nech pul topishganiga siz ham qiziqgan bo'lsangiz, hoziroq bizni Telegram kanalimizga kiring.